davleniya kasalligi, ya'ni o'sha gipertoniya kasalligi bilan millionlab insonlar qiynaladi. O'zi aslida qon bosimi nimaga oshadi? Siz tonometrda qon bosimini o'lchaganingizda ikki xil bosimni aniqlaysiz. Birinchisi bu sistolik bosim, ya'ni yuqoriga bosim, yurak qisqarganda paydo bo'ladi bu bosim. Ikkinchisi bu diastolik bosim, yurak bo'shashganda paydo bo'ladigan bosim. Qachon sistolik bosim oshadi? Qachonki yurakning o'zida muammo bo'lsa, ya'ni yurak odatdagiga nisbatan tez ursa yoki bir qisqarganda normaga nisbatan ko'p qon haydasa, mana bu tomirda qonning hajmi ortsa. Ikkinchisi yurakdan tashqari muammolar, ya'ni qon tomirlarining o'zida muammo bo'lsa. Mana bu qon tomiri elastik. Sog'lom insonning qon tomiri elastik bo'ladi, cho'ziluvchan bo'ladi. Ichidan qon harakatlanayotganda normaga nisbatan sal bosim oshganda cho'ziladi tomirlar. Ya'ni bosimni bir me'yorga saqlash uchun harakatlanadi devori. Qattiqlashish holatida, ya'ni ateroskleroz kasalligida mana bu tomirlar juda ham qattiq bo'ladi. Natijada mana bu yerdan qon ko'p haydamasa ham, odatdagidek qon haydab tursa ham, yurakning o'zida muammo bo'lmasa ham, mana bu yerda qattiqlik bo'lganning hisobida cho'zilmaydi. Natijada bosim yuqori ko'rsatadi. Sistolik bosimning oshishiga yurakdan ham, qon tomirlaridan ham tashqari muammolar bor. Bu kamqonlikda oshishi mumkin. Bu qalqonsimon bez kasalligida oshishi mumkin. Bo'yinda girija bo'lsa oshishi mumkin. Yoki bemorda surunkali stress holati bo'lsa oshishi mumkin. Sistolik bosim ko'tarilishi odatda yosh katta insonlarda ko'proq kuzatiladi. Qachon diastolik bosim ko'tariladi? Qachonki qon tomirlarida qarshilik oshsa, ya'ni tomir devori tor bo'lsa, yoki bemorda ortiqcha tana vazni bo'lsa, yoki tanada ortiqcha suyuqlik ushlanib qolinadigan bo'lsa, qon bosimining pastga ko'tarilishi mumkin. Odatda diastolik bosim, ya'ni pastining ko'tarilishi ko'proq yoshlarda kuzatiladi. Ikkalasini ham sistolik, ham diastolik bosimning ko'tarilishi yuqoridagi muammolarning aralash holatda kelishi bilan bog'liq. Bulardan ham tashqari qon bosimining oshishiga sabab bo'ladigan holat bu qandli diabet hisoblanadi. Qandli diabet ham sistolik, ham diastolik bosimning oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Qon bosimini tushirish uchun dori tavsiya qilinayotganda mana shu sabablardan kelib chiqqan holatda buyuriladi. Bitta ideal qon bosimi uchun dori yo'qki, hammaga bir xil tushadigan. Videoni saqlab qo'ying va tanishlaringizga yuboring.